Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi 2 kvadratlik yo'limiz bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kattakanayaz qishlog'iga Umidjon akamiz xonadonlariga o'rnatdik. Akamizning xonadonlariga 10 ta batareyka qo'yilgan. Kat yo'limiz Luboy ko'mirda yoqaveradi. Ko'pchilikdan savol tushyapti, qanaqa ko'mirda yoqadi deb. Hozir bu xonadonda Angren ko'mirda ham ispitaniya qilib yoqib ko'ryapmiz. Yonishdan ko'rsatamiz. Effekt beryapti inshaalloh. Afzali o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mirlari chem o'zimizning ko'mirga nisbatan yaxshi yonadi. Bunkerlarga bitta zapravkada 120 kg atrofida ko'mir oladi. Mana shu bunkerga har 7 min 8 minutda bir marta ko'mir olib kiradi. Motorlari ham ikkita reduktorli. Uncha yirik ko'mirlar maydaroq ketaveradi. Xudo xolasa tiqilish degan narsa uncha kuzatilmaydi. Mabodo tiqilib qolsa o'zi avtomatik orqa qaytaradi. Kat yo'limiz narxi $1200. $1200ga xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasi chiqadi. Kimga ana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekran nurini qoldiramiz, aloqa chiqishlari mumkin. Hammaga assalomu alaykum.